Mana ma'nodek bizning uydagi sho'rtunoq yaqqan nandan foydalanib, oiladagi kebab ta'mlik nan go'sht qo'rmisini men mush usul bo'yicha qilsang alomat o'xshaydi urug' tuqqanlar. Qilish usuli men nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'zing chiqib o'rganalaysiz, ham sugurish boshlar kerak. Avval muvofiq miqdordagi kal go'shti yoki qo'y go'shtini suratdagidek men shunday yalpoq qalat to'g'ri olamiz. Tayyor qilib olgan haqiqiy o'tanda yaqqan nanni bo'lsa, buning go'shtning shakliga moslashtirgan holda to'g'ri olib, ko'k o'tashlardan ko'k qizillarni 3 buning arasida to'g'ri bosaq bo'ladi. Qozonga ko'proq miqdorda may qo'yib, may ravus qizg'anda avval go'shtni silib, olganini normal holatda sarg'aytib olgandan keyin ondan nonni silib, rangini suratdagidek men shunday qizg'uch holatga kelgandan keyin buni siz bilib olamiz. Ondan qozonga xamashani Qozog'istondan import qilib, haqiqiy organik o'lchamda ishlab chiqarilgan tunjisqin 1-darajalik zig'ir mayda muvofiq miqdorda qo'yib, piyozni qo'rib, mizlik burqin chiqarib olib, go'sht, non, ko'k qizillarza muvofiq miqdorda tuz, bir qo'shq uvoqlaza, yarim qo'shq zira va ko'proq kunjut chechib, o'tni yuqur qilib davomli 7-8 ravus aralashtirib, tezqo'larning ta'mi to'liq singishgandan keyin taqsimlab iste'mol qilsak bo'ladi. Bu ham churuk va yeyishlik qilgan bo'lib, oila cho'qim bir sinab baxshinglarga arziydi. Hamsa oxirida qo'llash ustidan yurakdan birini besib, ko'ngil rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llovingizga rahmat.